O'zbek yigitlarimiz boshqachada, bilasizlarmi nimaga? Даже Amerikada ham kichkina yo'lakchada gazni bosib yurishadi-da, bilmayman qayerga shoshilishadi. Men bironta chet ellikmi deb qarasam, o'zimiz o'zbek bo'ladi-da ko'pincha holatda. Deyarli barcha holatda men faqat o'zbeklarni ko'rdim. Gazni bosib yurishadi. Даже Nyu-Yorkdan Filadelfiyaga kelayotganimda ham o'sha probkadan chiqib ketishadi-da, qarasam o'zbek bo'ladi. Ko'rib qolaman-da o'zbekligini. Da, точно. Yoki yuzni ko'rmasam ham o'sha hozirgi momentda kimdir tez haydasa-da, bu o'zbek, bu qayergadir shoshilyapti deyman-da. Oddiy BMW shunaqa mashinalar bor-ku, ovoz chiqaradiganlari. Qanaqa turi bilmayman. Nima sport mashinasi bo'ladimi shu xullas? Shunaqa ovoz bilan kichkina mahallada shunaqa yurishadi, даже o'sha mashinani ovozi ham qanaqadir qo'rqinchli-da, qiladi-yu. Ovozi ham qo'rqinchli, ayniqsa bolangiz bilan bo'lsangiz, bitta o'sha mashina g'ing desa, uxlayotgan chaqaloq ham turib ketadi, точно.